Bu çağda Petrus Hazreti Aysa'nın oldığı kelip, ey Rabbim, qerinishimning mening oldimda o'tkazgan qancha qitimli gunohini kechirishim kerak? 7 qitimmi? dedi. Hazreti Ayso uningga, bilib qo'yginki, 7 qitim emas, 77 qitim. Demak, arishning podshohligi chakorlari bilan hisob kitob qilmoqchi bo'lgan bir podshohga o'xshaydi. Podshoh hisob kitobning boshlig'ida uningga millionlagan kumush tanga qarzlar bo'lgan bir chakor keltirilibdi. Chakorning to'lash iqtidori bo'lmaganlikdan podshoh uningga o'zini, xotin bola joqsi va bor yo'qini setib, qarzini to'lashni buyuribdi. Chakor yerga tizilib turib, xo'jayini podshohga, "Menga kengchilik qilg'ayla, butun qarzimni cho'qim to'layman" deb yolvoribdi. Xo'jayinning chakorga ichi og'rib, qarzini kechirim qilib, uni qo'yib beribdi. Lekin chakor u yerdan chiqib, o'ziga bir necha tanga qarzlar bo'lgan yana bir chakorni uchirtibdi. Uni tutib elib, bo'yini siqib turib, "Qarzingni to'la" debdi. Bu chakormi yerga tizilib turib, "Menga kengchilik qil, qarzimni cho'qim to'layman" deb yolvoribdi. Lekin boshdagi chakor buni rad qildi va uni zindonga tashiltib, "Butun qarzni to'lamaguncha zindonda yotsan" debdi. Bu ahvolni uqib, ichi intayin og'irgan boshqa chakorlar xo'jayinning oldiga berib, ahvolni boshdan oxir xabar qildi. Buning bilan xo'jayin chakorni chaqirtib, "Ey yomon chakor, menga yolvug'ining uchun shuncha ko'p qarzingni kechirdim. Men sana ish og'irqinimdek, senmi chakora birodaringga ish og'irtishing kerak edi-ku" debdi. Buning bilan g'azablangan xo'jayin uni butun qarzini to'laguncha zindonda yotqizish uchun vahshiy guntupaylarga topshirib berdi. Shuningga o'xshash, agar hammanglar qarindoshlaringlarni dilinglardan kechirmasanglar, arishdagi otammi sizlarni kechirmaydi.